O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 4, 5, 6, 7 avgust kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchi va hamda tog' oldi hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan. Shuningdek, respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan.